Endi bizni Alloh taolo jaratgan odam jaratgan bariga o'z ağaçlarını baklao uchun bizni jaratdi, biroq biz bilmaganlikdan ağaç her türlü o'sdi. Qiyin bo'ldi o'g'an, jemisni bermedi, jil bo'lmadi bo'lgan. Endi men o'zimni qalay qarasam o'zimga almada solaydi qarab o'tirman. Biroq bu alma söylemeydi, biroq o bizga qarab turadi, tozalıqni tutuvi kerak. Agarda biz almani toza tutsak, ömrü uzoq bo'ladi, jemisni safasi yaxshi bo'ladi.